Erkaklar, hech qachon xotiningizni onangizga yomonlamang. Siz kunduz kuni onangizga borib, ana bu xotin bunday, meni bunday qildi deb yomonlaydigan xotiningizning yoniga tunda kirishingiz bor. Bir to'shakda yotishingiz bor. Zinhor va zinhor xotiningizni ayblarini, mayda-chuyda kamchiliklarni onangizga chiqib yomonlab, onangizga yomonotlik qilmang. Chunki keyin siz yana yarashib yashab ketishingiz mumkin, ammo onangizni ko'nglida xotiningizga nisbatan paydo bo'lgan nafratni keyin ketkazish juda qiyin bo'ladi. Aksincha, onangiz va xotiningizni ona va qiz bo'lib yashashiga, bir-biriga mehr-oqibat qo'yib yashashiga sababchi bo'ling, ko'prik vazifasini bajaring. Va aksincha, xotiningizga ham onangizni yomonlamang. Onam tushunmaydi, keksayib qolgan, qarib qolgan, tinch qo'ymaydi deb. Ikkisini ham oldida sizni bajarishingiz kerak va shart bo'lgan vazifalaringiz bor. Onangizni oldida o'g'il vazifalaringiz bor, xotiningizni oldida erlik vazifalaringiz bor. Va ikkisi ham sizni dunyo va oxiratda yaxshiliklarga erishishingizga sababchi bo'ladigan insonlar. Onangizning duosi